1 sentyabrda Damas avtomobilini egasine topshiramiz. Endi ağa yazın chillasi geldi. Bu yana konditsionerning sezoni geldi. Narxlarni ham sindiramiz. Undan tashqari ham skidga ham aksiya qilamiz. Konditsionerlarimiz narxlari 4 million so'mdan boshlanadi. Bir dana konditsioner xarid qiladi. Podarkasini ajoyib bo'lgan Premier xolodilnikini beramiz. One Bomad desa 1 o'g'lik televizor, bir dana gaz plitasi, Captiva va Damas uchun har 1 millioningizda bileti. Undan tashqari 3 kanalga like bosib turib, sizning kanalingizdan kelgan bo'lsa, bir dana ajoyib Samsung Sokuju markasi mutlaqo tekin bo'ladi. Xolodilniklaring aksiya qo'yib bermaysanmi degan obunachilar uchun bizdan kelib 5 million so'mdan boshlab xohlagan bir dana xolodilnikingiz xarid qilasizlar. Podarkasini 1 o'g'lik televizorni ushbu videoga 1 like bosgan uchun 1 million so'mlik parutnik kattasini, undan tashqari Captiva bilan Damas uchun bileti, Bombomat deysizlarmi, 4 million so'm shitir pulini beraman. 4 million so'm do'konning ichida istalgan bir maishtani xarid qilib olsalar bo'ladi, ağa. 4 million so'm shunday berib qo'yasiz. Shunday berib qo'yasiz. Narsalarni sotib olsa. Shu narsalarni sotib olsa bo'ldi, ağa. Uyina dastlabki ustamalikini Xorazm Qoraqalpoq bo'yicha mutlaq tekin qilib beraman. Yaqinda to'y aytaman, qizimiz sepini zo'rni kirmashin olaman deb turgan opa-singillarimiz kirmashin aksiyani zo'rni beraman. Bizdan kelib turib 3 million 200 ming so'mdan boshlab xohlagan bir dana avtomat kirmashin brendda xarid qiladi. To'y anasi bizdan tekin bo'ladi. Bir dana pilisosi, mantkazan, parutik, termopod, chopper, xushtak chaynik, sujilka, grafin nabor, pichoq nabor, bir dana limon chayniki. Bu to'ychilarning sepi uchun. Boshqacha variant yo'qmi degan opa-singillar uchun. Bir dana gaz plita, 1 o'g'lik televizori 3 million so'm puli mutlaqo tekin bo'ladi. Mana shu kirmashinlardan bir liboyni olsammi? Liboyni olsam. Bizdan kelib turib 50-55 televizor xarid qilib oladi. Yanında 1 o'g'lik 43 televizorni, undan tashqari ikkisini Kranstein antennadan beramiz. 65 televizor xarid qilsalar, yanında 4 million so'm pulini, xohlasa 50 dyuymda televizorni mutlaqo tekin qilib beramiz. Aksiyamizga keladigan bo'lsak, shu video chiqqandan boshlab faqat 10 kun bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, xonimlar va janoblar, sizlar bilan bugungi video rolikimizda ko'rishib turganligimdan xursandman do'stlar. Hamma sizlarga kerakli videolar etishdan xorimiz. Bugun yana To'rtko'l buyum bozorindagi VIP Texno do'koniga keldik. Ertaroqdan beri biz zo'r yangiliklar bo'lib turibdi. Ya'ni bu yerga kelib turib xaridor bo'lsangiz, siz ya Captiva ya Damas yutib olishingiz mumkin bo'ladi. Bugun ana shu yangiliklarni sizlar xalqimizga yetkazish maqsadida bizda VIP Texno do'konidamiz. To'rtko'l buyum bozori ichkarisidagi 155-do'kon ekan. Ya bismillah. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bahodir aka, kelingizmi? Ishlar zo'r bo'lib turibmi? Aydi, xulayman shukr. Oho, bu nishonda so'zlama klientlar yangilikni zo'ri boshlandi. Avvalambor ağa, qarang, avvalambor salomlashib qolamiz. Assalomu alaykum. Xorazm Online Shavas City kanal obunachilar, salomatmisizlar? Musofirda yurgan og'alarimiz, opa-singillarimiz. Endi bu yerda Bahodir to'g'risi gullar isishda davom etib turibdi. Konditsionerlarni, xolodilniklarni sezoni keldi ağa. Oshirdim kerak bo'ldi. Shuni narxlarini biza tushirib skidga qilib beramiz. Undan tashqari sizni obunachilaringiz uchun yangilikni yetirikday aksiyalarni ham qilib beramiz ağa. Zo'r bo'ladi. Endi konditsionerlar narx-navosi bilan ketamiz Bahodir aka. Xudo xolasa. Endi qarang, ağa. Bizada konditsionerlarni asl narxlari ağa 4 million so'mdan boshlanadi. Magna firmali DC inverter bo'ladi. Narxi 4 million so'm. Zifler kompaniyalari ham 4 million so'm ağa. Avalon Miroy brend hisoblanadi ağa. Narxlari vaqtida 6,5 million so'm sotganmiz. Hozirgi kunda 5 million 900 ming so'm ağa. Skidga tushib ko'pmiz narxini. Shivaki kompaniyalari bor 5 million 200 ming so'mdan. Shivakining Sendo modellari bor ağa. Endi bular 12lik. Hozirgi kunda obunachilar 12liklar ham har xillari chiqib ketgan. Oddiy inverter bor, DC inverter bor, Bahodir do'rsi. Buni tenli modellari, tensiz Jason Zimoleta desa Zimoleta beramiz, Leta desa Leta beramiz ağa. Endi qarang, 18liklar o'tadan bo'lsak, 18lik konditsionerlarimiz 70-80 kW sovutib qizdiradi. Narxlari 5,5 million so'mdan boshlanadi ağa. O'pmalarimiz Rulus kompaniyamiz 6 million 800 ming so'm, Ziflerlar 7 million 200, Monex kompaniyasi bor 6,5 million so'm, xayrlarimiz bor. Istalgan brendda topib bilasiz ağa. Bu yerda xudo xolasa har xil brenddan topib berib bilamiz. Endi Bahodir xudo xohlasa bizdan kelib turib istalgan bir dana konditsioner xarid qildi. Premierni 4 million so'm. Bir dana konditsioner sotib oldi. Podarkasini ajoyib zo'rinni Premier kompaniya deyishi 210 litrlik xolodilniki mutlaqo tekin bo'ladi. Ana shu liboy bir xolasa 4 million so'm, 4 million so'mga xolasa 5 million so'm konsol sotib olsammi? Bir dana xolodilnik tekin. Bu birinchi variantimiz bo'ladi ağa. Bombomat deganlar uchun ikkinchi variantini 1 o'g'lik ekranda zashta va 3,5 million televizor ham tekin.
Bu ham bo'lmadi desalar bir dana gaz plitasidan tekin bo'lalar. Oho. 3 xil variantda ishlab berdik. Dastlabkasini Shavot, Qo'shko'pir, Xorazm, Qoraqalpoq bo'yicha tekin qilib beramiz. Bundan tashqari har 1 millionini Captiva va Damas avtomobili uchun bir dana biletdan har 1 milliondan yozib beramiz. 5 million so'mlik xarid qilsa 5 bilet, 10 million so'mlik bizdan savdo ishlasa 10 dana imkoniyat bo'ladi. Yutish imkoniyati og'a. Undan tashqari 50 dana texnika qo'yilgan. Endi qarang og'a. Hali bu sovg'asi men tomonidan bo'ldi. Shu video like bosib turib, Xorazm onlayn kanalidan keldik. Srazbek seni izlab keldik degan uchun og'a zo'r ajoyib bundan Samsung kompaniyasini so'kishi markasi arzimagan bir og'iz gap uchun tekindan qo'shib beraman shuni. Bizda obunachilar uchun, ha? Sizda obunachilar uchun bo'ladi bu xudo Obunachilar bizda kanalimiz adını aytib ketishlar chiqmasina podarkasi bor. Turli tumandan bor. Konditsionerlar, sig'moqlar, bellarimay ko'pmiz. Zifler deymilar, Aux kompaniya deymi, Avalonning bedening 5 million 900 ming so'mlik varianti bor. Rus kompaniyalar bor, Immerni DC invertorlari bor, Sevintage kompaniya har xilidan bor. Konditsionerdan muammo yo'q. Endi demak bulardan sotib olgani 3 variant bor. Xohlasa televizor, xohlasa холодильник, xohlasa gaz plita. Gaz plita. Undan tashqari bir like bosib turib, Xorazm onlayn kanalidan keldik Bahodirning desa, bir dana so'kish marka Samsung Najaypdan zo'ridan podarki tekin. Dastlabki ustanib keladi bilan. Endi xudo xolasa keling og'a, sezon boshlangan xolodilniklarning narxlarini tanishtiramiz. Hozirgi kunda bizda eng kichkina xolodilniklarimiz narxi 1 million 900 ming so'm ko'pmiz. Ferre kompaniyaniki bo'ladi 1 million 900 ming so'mdan. Premier kompaniyaniki bor 2 million 350 ming so'm tushib beraman bu narxini og'a. Ibeda Zifler kompaniya bor, Lumax brendlarimiz bor. Og'a indizitlarimiz ham bor. Ishlar ham kengina. Vaqtida ishlarni 3 million 800 sotar edik. Hozirgi kunda 3 million 200 ming so'm tushirdik. Ishlarni. Endi bizdan kelib turib 1 million 900 ming so'm bir dana xolani xarid qilib, podarkasini zo'r ajoyib bo'lgan bir dana so'kish markasini tekin olsangiz bo'ladi obunachilar. Bir xolodilnik esa 1 million 900 ming so'mdan boshlanib 5 million so'mdan bir dana ajoyib bo'lgan so'kish markasi kanal nomidan like bosib keldik, Srazbekni izlab keldik desanglar bir dana ishida ko'rib turgan xohlagan bir podarkasi tekin bo'ladi. Chin ko'ngilda. Undan tashqari bu uchun ham Captiva va Damas uchun 50 dana texnika uchun mutlaqo tekin bilet yozib beradi. Endi kattaroq xolodilnik kerak. Men uyimizda odam soni ko'proq degan obunachilarimiz uchun Indizit xolodilniklarimiz. Bular ham 4,5 million so'm sotganmiz. Hozirgi kunda 3 million 800 ming so'm tushgan. Ferre kompaniyamiz 3,5 million so'm tushgan. Samsung kompaniyamiz bor, Miroy brendagi. Buni ham narxini 8,5 million so'm sotgan edik. Buni narxini 7 million 200 ming so'm tushirdik. Endi og'a tushirdik narxini. Buni ko'pchilik o'ylaydi, narxi podarkani ustidan mindiriladi deb. Og'a bizda mindirilmaydi, qarang. Pozis kompaniyamiz, shu narsamiz vaqtida 6,5 million so'm sotilgan. Hozirgi kunda narxini 5 million 300 ming so'm tushirdik. 1 million 200 ming so'm skidka. Shu narsamiz 5 million 300 ming so'm olib ketsalar bo'ladi. Pozisnikini. Pozisning offroad sistemada ishchidoni bor. 5 million 800 ming so'mdan olgan. Atlant kompaniyamiz bor. 6 million 200 ming so'm sotilgan. Hozirgi kunda 5 million 900 ming so'm tushirib beramiz. Endilikda obunachilar assortimentda xonlikda muammo yo'q. Immer deysizmi, Zifler deysizmi, Beston har xil modellar bor. Lumax kompaniyamiz bor. Sevintage'larimiz ham 6,5 million so'm sotilgan. 6 million 200 ming so'm tushirib ko'pmiz ana. Go'staniga. Beston kompaniyamiz bor. Ening 544 ta modellari 5,5 million so'm tushirib ko'pmiz ana. 4 eshikli saybasay xolodilniklarimiz bor. Sevintage'dan kattalari zo'r bo'ladi. 8 million 800 ming so'm tushirdim ana 9,5 millionga. Siz obunachilar uchun bor. Endi obunachilar bizdan kelib 5,5 million so'm, 5 million so'mdan baland bo'lgan bir dana xolodilnik xarid qilasiz. Podarkasini zo'r ajoyibundan bo'lgan o'sha televizorlar siz uchun mutlaqo tekinga. 3,5 million so'mlik Gold Star Smart TV IPS panellari bor, 3 yillik garantiyalari bor, tekin. Bir dana televizor. Bundan tashqari ajoyibundan zo'rimdan 6 kilolik Premier kompaniyani kir mashina mutlaqo tekin beriladi. Endi bu ham modeldimi keladi. 5 million so'mdan baland xolodilnikni ochadi, ichidan shtirog'i 4 million so'm pul chiqib kelaveradi obunachilar uchun. 4 million so'm pulini beraman. 4 million so'm do'konning ichida istalgan bir maishtlikni xarid qilib, olib chiqib ketsa bo'ladi. Yine yangilik xudo xolasa. Shu xolodilnik sotib olsangiz 4 million so'm pulni qaytib beraman. Shuning ichida bo'ladi. Endi 1.43 televizor,
berdim. Sizni kanalingizdan yana ham kelib turib, Sirajbek seni izlab keldik deb bizlar Xorazmdan ko'pchilik mijozlarimiz ko'p og'a kanalingizga aytib keladilar. Shular uchun kur yetmaydilar. Xudo xolasa, o'sha bir dana parutchik ham tekin og'a. Arsia kompaniyasi yaponskiy parutchikning kattasidan bir kurkuchik tezor, bir dana parutchik. Undan tashqari Captio Damas uchun biletlari mutlaqo tekinga obunachilar. Yana ikisi uchun yangilik obunachilar. Endi ko'pchilik bahodir bizlarga savol kommentariy yozadilar. Bizlar muddat to'lov bormi deb ko'pchilik savol beradi. Muddat to'lovimiz bor obunachilar. Bizlardan kelib turib, xohlagan bir maishiy texnikangizni 1 million so'mdan boshlab, xohlagan summagacha muddatli to'lovi 3 oy, 6 oy, 1 yilgacha bir dana pasport evazini plastik hech nima shart emas, bir pasport bo'lsa bo'ldi. Bir pasport ham. Bir pasport bilan keladi, MIPdan qarzi bo'lmasa bo'ldi. Xohlagan bir texnikasini olib, yonida podarkasi ham qo'shib beriladi. Siz obunachilar uchun. Ya'ni obunachilar yodingizdan chiqmasin, obязательно bizlar kanallarda adını aytib kelsangiz, bir podarka yana shu. Bizning kanalimiz o'zimizni Vik Texnoni YouTube, Instagram kanallarına obuna bo'lmasa, yana bir podarka qo'shib beraman. Yana obunachilar. Alloh xohlasa. Jo'shaman bu obunachilar. Shans ko'p ekan bugun. Qo'shamiz bu. Qarang, plisoslarimiz narxlari 450 ming so'mdan boshlanadi. Starlux, Cleolaba 620 ming so'm, Lumax kompaniya, Ziberklar 720 ming so'mdan, Sirius kompaniyalari 850 ming, Avalon. Aga qarang, 450 ming so'mdan boshlab turib 2,5 million so'mdan plisoslarimiz chiqadi. Chalakli bankli yuvadonli har xildan bor. Bir dana plisos bizdan xarid qilib, yanında ajoyib bo'lgan zo'rindan galing aga uy uchun kerak bo'lgan 250 ming 200 ming so'mdan termopotini tekindan qo'shib beraman. Bir gana plisos bor ekan. Ha, endi men 450 ming so'm plisos oldim dedi. Meni savdom 1 million so'm bormadi deyishim mumkin, lekin siz obunachilar xafa qilmaymiz. 450 ming 500 ming so'm savdo qilsam, bir dana ajoyibdan bir dana biletini yozib beramiz. Captio bilan Damas uchun biletini oladi. Bir plisos ham bilet. Podarkasi xudo xolasa. O 450-500 ming so'mlik plisos xohlamirsan, aga beramiz. Gapimizga javob beramiz, aga. Xudo xohlasa. Endi bu yerda xalanliklar yaqinda to'yataman, qizimni sepina zo'ridan kir mashinalar olaman yoki-da men toza joyga ko'chdim, kir mashinani zo'ri kerakda, opa singillarim uchun kir mashina aksiyani zo'rini qo'yib beraman, aga. Endi bizdan keladilar, aga, kir mashinalar hozirgi kunda turi ko'p. Keling ko'rsatib bering, 6 kilolik Monix kompaniyamiz vaqtida 3 million 800, 3,5 million so'm sotganmiz. Hozirgi kunda 3 million 200 ming so'm tushib beraman. 3 million 200 ming so'm Monix kompaniyaligini. Immerni 8 kiloligini narxini 4 million so'mga qo'yib beraman siz obunachilar uchun. 8 kiloluk 4 million. 8 kilolik Immerni 4 million so'mga. Zifler kompaniyaligini narxini 4 million 200 ming so'mga. 8 kilolik bo'ladi. Sevintage 6 kilolik bo'ladi, narxi 3 million 800 ming so'mga tushgan obunachilar. Qaysingiz 7 kilolik 4 million 200 ming so'm. Narx navosi bilan aytamiz obunachilar. Ko'pchilik podarkasini ustidan mindiradi dedi. Yo'q, aksincha mindirilmaydi. 3 million 200 ming so'm bir dana kir mashinani xarid qilib oldi. Yanında 3 million so'mlik podarkasi bor. 200 ming so'm bir dana avtomat kir mashina xarid qilib tutdilar. Endi podarkasini qarang. Kelib turib, xalagan bir brendda o'zini yaqqanidan 6 kilo, 7 kilo, 8 kilo, 10, 12 kilo bir dana avtomat kir mashina xarid qiladi. Podarkasini Samsung zo'rindan plisosi, mant qozoni, parutki, termopod, chopper, xushtak chaynik, sushilkasi, undan tashqari like bosib, kanal nomidan kelgan uchun grafin nabor, pichoq nabor, limon chayniki, mutlaqo dastlabki ustanobkisi, undan tashqari Captio va Damas uchun bileti mutlaqo tekin bo'ladi. Ina obunachilar. Hali kir mashinalarda shuncha arzon aytdingiz, yana podarkalardan qo'shilganingiz adam. Bu to'ychilar uchun sepaga. Endi uyim olaman, mana endi mayda shudalarim bos Razbek. Boshqacha variant ishlab bermaysan degan obunachilar uchun bir dana gaz filtrasi tekin. Ajoyibdan zo'rindan. Undan tashqari Yo'shipoting Immer kompaniya Smart TV televizori 1 o'g'illik 1 metrlik emas, 32lik düymda emas, 43lik 1 o'g'illik televizori tekin. Bomma dedi-ku, 3 million so'm pulini beraman. 3 million so'm do'konning ichida o'zine kerak xohlagan narsasini xarid qilsin. Birdan avtomat kir mashina uchun. Xudo xohlasa. Ina obunachilar. Ina yangilikni zo'ri siz uchun. So'mni bersangiz, onu 4 million so'm, 5 million so'mliklar 1,5-2 million tushib qoladi. Pol avtomatni pulni avtomat kir mashina beraman siz obunachilar uchun. Qarang, Magna brendlarimiz bor, Immer brendlarimiz bor, Beston kompaniyalarimiz bor, Ziberk kompaniyalarimiz ham yana 8 kiloliklari 4 million 200 ming so'mga tushgan obunachilar. Beston brendlarimiz bor. Motorining 10 yil kafolat, o'zini 3 yil garantiya beriladi aga Bestonlarda. Hozirgi kunda sifatlari dim ko'p. LG kompaniyalarimiz bor. 6 kilolik 4,5 million so'mdan boshlaydi. Hozirgi kunda LG'larimiz 7,5 million so'mdan chiqadi. Kilosini, hajmini qarab chiqadi. TCL kompaniyamiz
DD motorda ishlab chiqadi. Turetskiy brend bo'ladi. Narxi 4 million 700 ming so'm tushgan. DD motor bo'ladi yana bu. Hozirgi kunda qarang, ko'pchilik o'ylaydi, Ziflerning ham har xil brendi bor. Rulus'lamaga her xil modeli var. Model bular farklanıp para veradi ağa. Mesela Sevinteş'te nevede 7 kiloluk bu narxı 3,5 milyon so'm. 6 kiloluk bu ağayla 3 milyon 800 ming so'm. Farklarını görüp ötürürler kачествосында. Her xilinden bağa. Birden avtomat kirmaşan aldı, aytib ötkende, hazır aytgan podargilarni tekin. Endi gaz filtrlariga ko'pchilik aksiyani qo'ymaysan dedi. Gaz filtrga MD demez, zorunlu aksiya qilib beraman. Gaz filtrlarimizning narxlarini yaxshilab eshitinglar obunachilar. Narxlari 2 milyon so'mdan boshlanadi. 2 milyon so'mdan. 2 milyon so'mdan boshlanadi. 2 milyon 200 ming so'm, 2,5 milyon so'm. Vesta kompaniyamiz bog'i, ishchari biokeramika 2 milyon 600 ming so'm, lyuksi, grill, spichka, svet, hamma narsasi bor. Yo'sib o'tayam. Rulus kompaniyamiz bor, 2 milyon 450 ming so'mdan. Enerji kompaniyamiz bor. Ideallarimiz 2 milyon so'mdan boshlanadi. Buni ham 10 xil modeli bor. 3 milyon 800 ming so'mdan chiqadi. Yo'sib o'tayam. Optima deymilar. Endi bu yerda gaz filtrning har xili bor. Bir ko'zni tok deymi, 4 ko'z ham gaz bo'lsin deymi. Ichini masalan duxovka sag'i, примерно üstü pasti gaz bo'lsin deydi. Windy variantlarimiz ham bor. Xohlasalarga üstü pasti gaz variantlarimiz ham bor. Gaz filtrni xohlagan brendinde, xohlagan prinsipinde izlayan gaz filtrlarini top biladilar. Panelli gazlarimiz 1 milyon so'mdan boshlanadi. Panelli gazdan boshlab 6 ko'zli, 5 ko'zli gaz filtrachalari bor, obunachilar. Endi bizdan kelib 2 milyon so'mga bir dona gaz filtrini boshlab xarid qilasizlar, xohlagan bir modelingizni xarid qildingiz, podarkasini qarang. Ajoyib bo'lgan 3 topan naborini buni ağa 3 deb sanamaymiz. Bir deb hisoblaymiz. Bir dona blender Sonyfer'dan zorunlu 2, bir dona LG chopperni 3, hushtak chaniki 4, Tefalo 5, kanal nomidan geldi. Bir dona sirli sovg'asi 6-chisi getdi tekin. Bundan tashqari Captiva va Damas uchun 50 dona texnika uchun biletlaringiz ham sizdan kutib turibdi obunachilar. Pulim yo'q deysizmi? Bir pasport evazine muddat to'lov 3 oy 6 oy polni bo'lib to'lasangizlar bo'ladi obunachilar. Sentyabr oyida bir mashina qo'shib beraverasiz. Sentyabr oyida bir dona Damas avtomobili 25 dona texnikani sizni ko'zingiz oldida, xalqning oldida ağa o'zingiz ham bo'lasiz. Finalni o'tiramiz ağa, xudo xolasa. Damas avtomobilini o'ynaymiz birinchi sentyabr kuni. Endi tezollarning aksiya yo'qmi deb turgan obunachilar uchun 32 lik tezollarimiz narxi 900 ming so'mdan qo'yib beraman ağa. 900 ming so'mdan 32 lik. Ne de bağa? Samsung kompaniyalar 1 milyon so'm, 1 milyon 100 ming so'm Samsunglar 900 mingdan başladı. 1 milyon 100 ming so'mdan Samsunglar chiqadi. Li kompaniyamiz bor, Voltolarimiz bor 1 milyon 100 ming so'mdan. Brando kompaniyamiz bor, Lumax, Lider har xil brendda chiqadi. 900 ming so'mdan boshlanib 1 milyon 800 ming so'mdan 32 lik tezor bor obunachilar. Bular ham har xil ishlash prinsipina qarab. Bir dona 32 lik tezor xarid qildingiz, podarkasini Devalasadon Kronstein, anten ajoyib bo'lgan ishidan liboy bir 5 sindan birsini olib ketaversalar qo'lini ushonmaydi. Sizni kanalingizda bo'lamanda versin ham biroz. Tekin ağa, shunchalik pul o'tkida. 43 lik tizollar o'tamiz. 43 lik tizollarimiz 2 milyon 200 ming so'mdan boshlanadi. Samsung kompaniyamiz 2 milyon 200 ming so'm, Voltolarimiz 2 milyon 300, Skywardlarimiz ekranlarında zachtasi bor. Vaqtida 3 milyon 3,5 milyon so'mga satganmiz. Hozirgi kunda 2 milyon 400 ming so'mga ko'ribmiz ağa. 2 milyon 400 ming so'm. Vestamiz 2 milyon 300 ming. Immer kompaniyamiz 2 milyon so'mdan boshlab 3 milyon 800 modellari chiqadi. Endi ağa 2 milyon so'mdan boshlab turib bizada 3 milyon 800 ming so'mdan 43 lik tezor chiqadi. Har xil Android'i, Web'si turi ko'p. Bir dona 43 lik tezor xarid qilinglar. 43 lik ham podarka beramiz. Bir dona deb o'tirmaymiz. Qarang, ajoyib 3 naborni, bir dona Samsung'ning originalini plus olsana. Bundan tashqari blenderini, grafin nabor, Tefalo, Devalasadon Kronstein'i, anteni baring Captiva bilan Damas uchun biletlar ham tekin qilib beraman. 43 lik tezor uchun. 50 liklar uchun dim yomon aytib beraman qara. 50 lik tezorlarning narxlari bilan tanishib o'tamiz obunachilar. Samsung kompaniya narxlari 3 milyon 800 mingdan boshlanadi. S-Smartlarimiz bor 4 milyon 200 ming so'm. Toshiba kompaniyamiz bor 4,5 milyon so'm. 50 lik tezorlarimiz bor 5,5 milyon so'mdan chiqadi. Xohlagan brendida to'playlar. 55 lik tezorlarimiz 4,5 milyon so'mdan boshlanadi. Har xil brendda bor. TCL, Lumax, Ebedening Volto kompaniyamiz bor, LG'larimiz bor 6 milyon 200 ming so'mga tushgan chisti original Indoneziya bo'ladi. Immer kompaniyamiz bor 4 milyon 700 ming so'mdan 55 liklar. 4 milyon 500 ming so'mdan boshlanib 7,5 milyon so'mgacha bizda 55 lik tezor chiqadi. Bizdan kelib bir dona 55 lik tezor xarid qilasiz. Podarkasini
Özünden bir oğulluk tezoru tekin bo'ladi ağa. Oho. Bir oğulluk tezorunu tekin koşup berem 55'liklere. Haklasalar zorun acayipından bir tane gasilitesi tekin. Bam bomad deyanca 6 kiloluk avtomat kirmacını. Ey bam bomad deselermi 3 milyon son voucherini vereme. 3 milyon son dükkanın içinden haklanan bir nesnesini xarid kılsalar bo'ladi ağa. Ştırına. Bundan taşkarı Captiva bilen damaz üçün biletini veremiz. Endi 65'lik tezor, men zalıma, ya hayvanıma koyaman diye abone olacaq. 65'lik, Tısel, Immer, Zifler, Monikes, her xil brendlerden bağ abone olsalar 6,5 milyon sondan başlanadı ağa. Narxları 9,5 milyon son geçe çıkadı. Bizden gelip 65'lik xarid kıladon bolsa, padarkesine acayipından zorundan 50 düğümde televizoru 4 milyon son satıp duran televizoru tekin koşup veremen. İkisini devalasadan kranşteni, anteni, Captiva üçün, damaz üçün biletlerini veremem. Bam bomad deseler 7 kiloluk avtomat kirmaşını, bam bomad demi 4 milyon son pulunu veremem. 4 milyon sonra yenen bir tezor gerek mi? Haklama meclisi xarid kılıp asasılar bo'ladi abone olsalar. Yine yengelik sizler üçün, xudo qalasa. Endi bu sizlarda qaytar ya narsalarda pullari o'zina qo'shilib aytalama ekan desa, yo'q, qaytaniga bahasi naborib pesat qarab tushib turibdi, yana podarka ham qo'shilib turibdi. Ha, ina o'lmay ağa. Shunchalik ağa 1 yildan beri ishlashib yuribmiz. Siz bilan hali shu vaqtda ne bo'lmadi. O'zingiz ham kelib, siz ham ko'pchilik bitta o'chalan tushirarmisiz to'g'risam ağa. Ertaga siz ham jalb bo'lganmizda siz o'zingiz ham ne bor. Shundan keyin passiyani ishlashib yurganimizdan gap tursiz ağa. Ishonchsiz bo'lgani. Endi qarang. Bize de duxovka pechkalarimiz ham bor. Duxovka pechkalarimiz ham 450 ming so'mdan boshlanadi. Har xil brendidan bor. 450 ming so'm, 480 ming, Ferre kompaniyamiz bor 680 ming so'mdan. Obunachilar 550 ming so'mdan odollarimiz bor, xudo xolasa. Bir dana duxovka pechka xarid qilsalar ham, yanında sirli sovg'asi sizni kanalingiz nomidan kelsa, ajoyibundan bo'lgan Captiva avtomobili uchun bileti kutib turibdi obunachilar. Xudo xohlasa. Mikrovolnovkalarga o'tamiz. Mikrovolnovkalarimiz Artel kompaniyamiz 550 ming so'mdan boshlanadi. Obunachilar, Artelniki 550 ming so'mdan. Yechida yo'q narx. 550 ming so'm. Premier kompaniyamniki 580 ming so'mdan. Sevintage kompaniyamiz bor. Ideal kompaniyamiz bor 620 ming so'mdan. Xohlagan bir brenddan mikrovolnovka ham xarid qiladi. Ajoyibundan sirli sovg'asini Captiva uchun biletini mutlaq tekinlab beramiz, xudo xolasa. Obunachilar, sizlar uchun bo'ladi. Endi adreslarimizni tushuntirib o'tdingiz ağa. Endi pastda bemalol nomer qoldirasiz ağa, xudo xohlasa. Nomerlarga chiqib turib, bizda onlayn savdo ishlasalar ham bo'ladi. Endi viloyatlardan ham endi obunachilar ko'p bilaman ağa. Viloyatlarga pochta orqali chiqarsak bo'ladi. Bemalol onlayn savdo ishlab turib chiqarib ham turibmiz. Bemalol web texnologiyaga yetib turib ko'rsalar bo'ladi. Instagram silkamiz ko'p ko'rsat ağa, kirib ko'rsalar ham bor. Bundan tashqari ağa, bizda onlayn savdo bor deb aytib o'tdim. Xohlagan bir brendinda Moskvada bo'ladimi, Qozog'istonda bo'ladimi, Turkiyada bo'ladimi, chet elda yo bo'lmasa Shavatning o'zida turib, uyinda o'tirgan holatda gemasini onlayn savdo ishlasa bo'ladi ağa. O'zini ko'zi bilan ko'rgan deb turib, savdoni ishlaydi, kelishamiz, podarkasini ham beramiz, uyina boradi, va uyina borgandan keyin to'lovni ishlaydi, xudo xolasa. Oldindan bir so'm pul bermaydilar, vajni qabul qilib qo'lni olgandan keyin to'lovni qilib bersalar bo'ladi. Dastavkisi tekin, ustanovka ham tekin, pul olinmaydi ağa. Bundan tashqari shunchalik podarkalar yana yangiliklar. Xudo xohlasa. Ağa endi bu aksiyalarimiz necha kun bo'ladi deb aytib turibsiz, videoning boshidan aytdingiz. Endi qarang, biza buni bir hafta ishlab beramiz. Xudo xohlasa. Video bugun qo'yilami ağa? Endi xudo xolasa endi 20-21 iyundan boshlanib obunachilar 28i. Boring ağa, siz obunachilar uchun 10 kun qilib berik, 3 oyning oxirigacha qilib berik, ulgurib qolsinlar bemalol. Video chiqdi bo'ldi. Video chiqdi bo'ldi, 10 kun aksiya, xudo xolasa obunachilar. Bemalol kelarlar. Onlayn xarid qilgan nalardan puli podarkasi ham qo'shib qo'yib podarkasi ham olib boradilar. Qabul qilib oladilar, shu narsalar eminlik. Adresimiz yana aytganimizdek Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida joylashgan bo'ladi. Pastda nomerlarni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib turib, obunachilar onlayn xarid qilsa, xohlasangizlar lokatsiyada yozib bersangizlar, Telegramga bemalol lokatsiyani tashlab beramiz. Kelaverasizlar, hammangizni VIP Texno magazinimizda bozor ichi filialida kutib qolamiz. Hammangizni yaxshi ko'ramiz obunachilar. Hammangizni kutib qolaman, bemalol kelaverasizlar.